Davcho. Voy, Qosimjon qanday oldan tudonlama. Yaxshimi? Turibsiz-ku bu yerda. Shu silni ishdan kelishini saqlab yashab turishibdi. Ha, biror ish bormi? Ha, sizlar saladigan muhim bir maslahat qildi. Shuni bir deyishib oldimki deb saqlab turishibdi. Ha, shundaymi? Ha. Undasmi uyning oldiga kelib qoldik. Bu yerda deyishmay, uyga chiq deyishmay. Uyga chiqamizmi? Ha, mayli, mayli. Ey Rasadaş, o sen oğlumga yeni bir yeni haber bakara. He. Elik çok, elik sen... Kilonglar. Ha. Voy, bu mehmon bor o'xshamamda. Ya, qo'shnilar siz turmaydi yo'q. Qanday avvallar, yaxshimi? Kesli. Kesli. Ha, o'tirsa. Qo'zg'ab etdikmi ya? Yo'q. Ha. Obdan, chiqdilar. Tishliq. Qani çay içen Qasımcan. Cep ayağınız yitip kapta bugün bizim oyga. Ha, ma daha o'tgan bilan azroq bir deyishlar gap so'zimiz bor. Shuni ber, baravni chayda. Ondan bo'ladi. Qani, Qosimjon. Ha. Chaydan qiziqqina bir o'tlab, gapni boshlamayman. Ha, men aldırmayman adash. Ha, aldırmayman. Ha, bo'ldi. Gulshan gulningmi gipi tugab qoldi qachon, ha? Turaydi-ku, Qasımcan, mening mana shu 5 minut vaqtim bo'lsa, 60 sekund so'zlaydigan xotincha, gapim oson tugamaydi mening. Raz. Sizning inkingizni xeli kuchi bor emasmi? Bu ishga xotin bir yakasi va Qosimjon kunlab kelib tugamaydi. Mushu Gulshan gulning bu dunyoda xabar yo'q ish yo'qmiki deymishman. Ras. Bu Gulshan bayadi bor, ma televizorni ko'msakmi, xabar tep turimiz deymi. Ha, televizorni bekor qilib etgan deylar. Qasımcan, men bo'lapla. Ayollar tushda qushqashtilda suyqashga o'xshamaydi-da. Qushqashtillar chiqib qopti. Bizdan uyda qushqash tilida qilgan suyqashni kechdi ichimiz. Ondan betivaqning tuxumni yeb sağa o'xshaylar. Zuvandar bo'lib qopdi bu gap. Ya. Sizlar bu etganda olqog'ining tuxumini yeb qolgandek turibdi. Qasimjon, bizcha menda yerlik to'qoning tuxumni yeb cho'g'on haqning balay vaqtli qaysizlar. Ras. Shundan qaraganda kiribmekkanning tuxumini yeb qoldim ya. Miyada o'ttasam, ma odamlar tutishib qoldiga o'xshayman. Men chiqay. Bunun gibi o'xshaydi adash. O'tirma. Bo'lma ayrim kiram yana. Ha, ma'qul. Ma'qul. Deyishaylikmi adash? Yanamla. Yanmayman Qasimjon. Hech narsa yenib baqqan yerim yo'q. Uyga chiqay dedim. Obdan. Ma'qul adash. Deyishlabdi. Davcha. Fereydi, endi gapning naq o'ziga kelsak. Bana naq o'zimga ko'p pul kerak bo'lib qoldi. Endi nimaga desanglar, ma bir azroq savdo bo'ldi. Shuning bilan ma do'konning ishi. Shunga sizlarni bu ishda yordam qiladi deb udurlar uyonligiga chiqishib. Bu pulni eng kechiksa 6 oy, bo'lmasa 3 oyda qaytarib berib bo'laman. Juma. Qosimjon. Sizning xabaringiz bor. Biz bu yil Imronni oliy maktabga uzatdik. Uning hamda o'qish puli deydi ekanmiz, u pul deydi ekanmiz, bu pul deydi ekanmiz. Bir muncha pul ketib qoldi. Endi manchilajiq pul hozir bizda yo'q adash. Davcha, bu birazmi ko'p pul degan bu real ishga hech qancha pul emas-ku bu. Sıkıp kıldıkına. Vay Qasımcan. Bu 100 bin koy pul degan az pulma. Oğo, şu an az pulga emas deyman go endi. Bizde onçular pul yo'q. Shu. Qosimjon. Endi sizlar biz qo'lim qo'shni odam. Buning ustiga nayt yaxshi o'tib kelyapmiz. Endi gapning postkallasini desak bo'ldi. Saqt gap qilsak, sat turdi. Shunda. Maqetim ma ishinglarga biz yordam qilolmadikmiz. Davcha. Siz Periyatguldan qo'rqib shunda da'vatamsizlar. Ya bu qanday gap bor, ha? Men shu 3 oy dedim, 3 oyda eng kechikanda 6 oyda berib pulum emas buna. Bu siz biz bilishmaydigan odam emas, shuma emas. Bu meni qilayotgan ishimni ishkilangni bilasizlar-ku. Ha Qosimjon, bu xotinni qo'rqaydigan ish yo'q. Qiziq gap qildik ekansiz Qosimjon. Mendan nima ish qo'rqidi? Bizda unchalik pul yo'q. Shu. Qosimjon. Ya bo'lmas bunda qilayli. Qanday? Agar sizlarga haqiqatan jiddiy lozim bo'lsa, ma'qul. Bankadan qasammaylimi?
Bankada? Ha? Agar sizning var o bank xotirangizda boshqa yomon uchurlar, eski uchurlar bo'lmay qolsa, bu pulning usumi oz chiqadi. Ana degan bo'lib qaytarsanglar bo'ldi emasmi? Shundami? Ha? Shunda qilsa qildi o'xshamamda. Toza bo'ladi. U chaqda sizlarmi bizdan pul beribdimi deb xafa bo'lmaysizlar. Bizmi ajab bir Qosimjonga pul bermay qoldik deb ichimiz achib qolmaydi. Shundami Xo'ton? Shu. Anda olsa Davutcan. Maaşda sil yardım qilmasa olib olmaydi. Sizlar bankada bo'lgandikan, maoshning ilm-talmin obdan uzalı bilasizlar. Shunga sizlar yo'lini olib bera oladi maoshning. Qanda? Albatta yordam qilamiz-da, adash yordam qilamiz. Bo'ladi, obdan. Unda bo'lsa bugun dushanba kuni aytganda beranglar. Dushanba kunimi? Soat nechida ish chiqishsizlar? Shu hammadan 8 da ishlaydi. Anda olsa 7 da berib qo'yaymi? Ya 7 berib olsanglar ishni o'tib turib qolsizlar va 8 ga ulgurib bo'lsanglar bo'ldi deydi. Shundami? Anda olsa aytgan ishimiz birga ma'maydimi? Ha? Unda qilsam bo'ldi. Ha, shunda qilamiz. O'sha choy ichinglar. Qara. Bu haqqi qazab birman degicha bir ishingizni qilsangiz bo'lmamda. Nima bo'ldi? Bankga borganda ikki qo'lni buni tiqib baramkel qazmaxon. Shuning bilan siz kepil bo'lasiz. Qazni vaqtida qaytolmasa, qazni siz olib qolasiz. Shunda bo'ladi shu. Voy. Unchilam bo'lib ketmasamdi. Unchilar olib ketmas deb. Voy qazmaxonni siz bilmamsiz? Do'konda bir narsa olib qolsak 5 mo'cha nazon qilib bermaydi deyman. Bugun men uyga qaz berib turing deb pul so'rab kiribdi. Voy qo'g'on. Qo'lim qo'shni odam unchilarmi deyishib ketmayli endi. Ish qilib ma'qul kirsa chiqmaydi, qag'inni o'zingiz bilasiz. Xo'tan, ati bir bo'p baqmasinmi? Ma'qul, ati bo'p baqsin. Qani, kelinglar. Kelinglar. Voy, Keldik. Keling, yuqori o'tamiz. Keling. Ajab yaxshi bo'ldi. Rahmat Juma Davutjon sizga. Bugun nayt cho'q boshqa tinchligimdan birini qilib berdinglar menga. Voy, rahmat degidek ish emas adash. Voy ya, unda desanglar bo'lmaydi. Ya, boshqa tinchcho, sizlar men kepil olib bergan bo'lsanglar, kepillik endi kimni izlab yuratim deymidinglar. Shu. Buning ustiga Davutjon, marketimda savdoning foydasi xeyli bor. Ha? Bu qanday qilamiz deb tursam, gulni keltirib, qaqobdan qilib berdinglar ma'ashni. Rahmatchima. Ay, bu qilish tegishli ishimiz adash shu. Men qaranglar, Farid Gulmo baket. Taqida chiqib ishkangiz bir mehmon qilib olmaymanmi men? Bunchilik ishqa mehmon bo'lib yursak bo'lmaydi adash. Voy, bir vaqt tamoq. Shunda bo'lsa endi manda qilaylik adash. Asli avval maoshda tijoratingni boshlanglar. Bir ravs bir pul topsanglar tuzukroq bir yeymiz tamoqni. Shu. Biz badamli bo'lgandikan, kech taxi sodini birga qilib qolamdiq. Shu chaqda yeymiz, ha? Bo'ldi, chataq yo'q. Qo'lim ko'ksimda. Rahmat. Anda olsa Davutjon, men chiqay adash. To'xtanglar, tomoq pishdi, tomoq yeb. Azar ishim batdi, men shuni qilib olay. Ashtag'ma. Men chiqay. Mayli. Ma'qul. Farid Gulom sen chiqay. Tomoq pishib qolgan. Qo'sh. Baribir birga tomoq yig'ilib chiqmagan ekan, do'konda azroq ishim batdi, men shuni bir qilib olay. Oldiraydi ekan. Ma'qul. Ha? Bu kichik qo'ldek bizman yiqitib yurdingiz. Yiqib ketdimi? Yo'q, men almashtiraman. Ishim emas. Voy, men almashtirib yurdim-a. Voy. Xudodan. Ayna qarab o'tirib ketibsan-ku. Yana bir ishni xiyol qilyapsan-da, ha? Heyda. Ha? Bek yamanjimasiz. Bilib oldingiz-a? Hey, Qosimkom degan ishning foydasi xiljiq o'xshaydi. Bo'lmasa bizmi ozroq qazilik mablag' sepaqamda. Voy. Tunugun texe haq qazib bir ishni qilmang, haqning ishiga aralashmang deb men nasihat qilib o'tdim. Endi hozir bu gapni anglablam mablag' sog'in kelib ketdi ya. Ha? Xudodan, foydasi bor ekan deb qilgan bilan shu ishni qamlashtira olsak chiqadigan foyda bor. Onun ustiga Tunugun Qosimjonga bizda pul yo'q deb chiqarib o'tdik.
keyindilla biz mana ishqa mablag' solib desak, chiroyliqdir ama. Haqiqatdan oldi yuzimiz bulamda. Manda gap bo'lmaydi. Aras, men uftatma yana Qosimjonning xotini izlab, pulni ko'tarib chiqib qilma, mablag' solma deb yurmagan. Ben qachon sizdan so'ramay bir ish qilib baqqan. Ha, so'rmay ish qilmaysa, qiplab uningdan so'raysa. Qizning xotinde bu. Bunlarla yangi uy yaptı adaş. Nereden yaptı? Nereden ağını oxumadım. Lekin bek çoğun uy yaptı deyil. Yakında köşkedek. Ha, Recep yaxshi bo'pti. Lekin Dilnarning o burunda iqtisodiy ahvol yaxshi deydi. İqtisadi ahvoli yaxshi. Lekin çok qara, muşqaqning hammasi oshlarning do'konidan nas olmas bo'lmaydiganligidek, hammasi shu yerga ko'nib qara. O dükkanı içiyotgan uzak olgan tursa, onun ustiga ular shu bir ishni qildi emasmi? Shunga xaridorlarning ishonchiga erishgan gap adash. Rost deysan. Agar Qosim kamdek yili o ishni, yili ma ishni qilgan bo'lsa, cho'ng ziyon tortar-ekan. Qosim nima bo'pti? Uqmadingmi? Ya. O cho'ng ziyon tortibdi deyman. Oy mashinalarini setavatdi. Oy yaqinda men uyimni sotamış dahi. Oy nima deydigansan? Sen nereden aldın? Nereden anlaydım? Ben öz gözüm bilen gördüm. A piyade gidiyordu o adam. Yaqinda cho'ng bir tijorat qilaman deyapti bu adam. Jim o'tasichu. Pulga to'ymas adam bo'lgandikin, zat o'ziga haq u. Ajab gap qildi ekansan. Ey, chataq qopda. Oy, nima gap qoldi bu? Voy, yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka, mana ish bilan telefonishimda. Ha. O'tgan oyda siz kepil bo'lib qarz bergan akamiz mayli qarzni qaytarmabdi ekan. Ha. Shunga sizga bir telefon qilib, ahvolni bilib boqay degandim. Ha, ishtab ekan. Ha, bo'ldi ekan. Men bir telefon qilib o'zim bir surishti qilib boqay, ha? Bo'ldi aka, avval qildim sizni. Xo'sh, ma'qul. Kim o? Nima ish bo'pti? Bankadan telefon qilibdi. Qosim bankadan olgan qarzning oylik qarzini qaytarmoqqa o'xshaydi. Ha. Shuni surishti qilib telefon qilibdi. O Qosim qaytdimiz shu Qosimga qilmaydim deb sizga telefon qildi. Shu Qosim qarz olgan vaqtida men kepil bo'lib bergandan Qosimni topamsa, shu menga urdi shu. Mushunda xalqning ishiga aralashmang desam unamaysiz. Shu mushunda ish chiqdi shu. Qosimga bir telefon qilib boqay zot. Nima ish bo'ldi? Nima ish bo'ldi? Sodada ziyon tortgan, ashunda pulni vaqtida qaytarmagan ish bor. Siz anglamadingizmi? Yo'q. Voy Qosim sodada cho'ng ziyon tortib ketib, hatto mashinasini setib yutibdi. Tiqa uyini sotqani tas qapti deyman. Mashinani setibdimi? Ha. Bu sen nereden aldın bu gapni? Gulshandan. Yana ashqaq bilan g'aybat qilishib o'tadingmi? Sen bekach bo'lib ketding ha? Xotin ma o'zisining qildigan ishing yo'qmi zoda? Voy bo'ldi, ochiqlashni qo'yib, Qosimga telefon urgan men bilan qolmay. Urgan telefonni. Qosimga unda odam emasdi. Ha, Davudcha. Bu chaqog'ini chaqiribsizlar. Qanday men qilgan bir xizmat bormi ya? Ha, ya. Sizlar qilgan nima xizmat bo'ldi? Shu sizlar ko'rishmagini uzun bo'pti. Mana ahvol so'rab chaqirganga. Ha, shu sodisning ahvoli qandayroqdi deb ahvol so'raydi deb shu, ha? Ha, savdo nihoyat yaxshi, obdan ketib bordi. Rahmat. Shu hozir 4-5 kun bo'lib qoldi. Azroq bir japoda qilib qoldim kichkina avarchilik shu bilan. Japoda? Ha. Giponni qaraganda xeli eg'ir japoda qilgan o'xshamamsizlar. Ya, cho'ng ish yo'q, kichkina bir avarchilik. Shu yana shu bir hatto 10 kunlarda ishlar o'ngishib bir joyga chiqib qoladi. 10 kun? Ha. Hey, xotin. Kirib mag'aziga bir tomoq qilib, tomoq yegach bilan o'xshaydi. Davcha, tomoq yeb olgan qo'saq to'q. Rahmat. Əmsə Qasımcan, özünüzmü bilsiz, mən aşı gapni udug'latib tuz davirdiq odam, daviraya. Ya xotin.
kirib tağızın bosib ichib chiqadi. Adash bo'ldi, rahmat. Ha, qani xo'sh, Faridgul, quloq sizda. Anlasak, ma sodada ziyan tatib ketibsiz. Siz elki bankadan algan qarzga ma Davud kepil olgan emasmi? Shu bankadan qarzini to'lamadi deb to'xtamay telefon qilib Davudga, "Ma ishni bir taraf qilmamsa, menga bir amal qilsang" deb beshini ag'ritib ketib bordi. Qanday qilamiz? Bankining qarzini qaytarmabsizlar? Ha? Oldin qaytarib bo'lganga hammani. Bu meni ziyon tortib kimdan oladingiz siz? Ziyan tatmasangiz mashinangizni nima setib etdingiz? Va bu mening mashinani sotdi deb buni kimdan oladingiz siz Faridgul? Ma oldingi hafta yo'lning bo'yi to'xtab qolgan mashina birisi kelib so'q o'tibdi. Mashina hozir remontxonada o'ngishlayaptimi? Abiyadan deganim shu ozroq japoda qoldim, ovorchilik deganim shu. Bu qanday bo'lib ketdi bu ishlar? Bo'lsa bu. Adash, men qaranglar. Sizlar xotirjam bo'linglar. So'z tijoratlarning hammasi yaxshi obdan ketyapti. Men Qosimjon birisining qarzdorlikda qaytara olmaydigan holga tushib qolgan yerim yo'q. Unda o'ylab ketmanglar, juma haqasinglar. Ya Qosimjon, biz unda o'ylab ketmadik. Shu adash, nima o'ylaganingni men bilaman adash. Ertaga biz bir tamoq yeyib qolamiz, taqa. Bo'ldilar adash. Men chiqay. Ben ko'rinmasam yerda men ma'lum qo'ydikilar Qosimjon o'libdi deb yana bir gap taqib jumson. Ma'qulmi adash, men chiqay. Masala xato tushunib qoldim. Ya adash, men xato tushunmayman. Siz xato tushunsangiz bo'ldi. Ma'qul bo'ldi, men chiqay. Ya bo'ldi, men chiqay. Ya Qosimjon, adash. Chiqatdimi? Chiqatdi. Siqadimkina? Bu Qosim ajoyib edimkina bu. Bu gapning bosh oxirini anglamayli xapulab chechilib ketib borda. Bunday o'z qaynab berdi. Bankadan telefon kelibdi desam, qulqul kirmadimi? Ya gapimga ishonmadimi ya bu? Voy, o sizning gapingizdan tuzuk anglamadi, sizga gapmi bermadi. Qiziqadimkina bu? Shundaymi? Men ish qilganda vo'g'o, Qosimninki qarz qaytarish xotirasini bir nusx ko'paytib ekilib, ko'z tutib tushundisam bo'g'idek. Ha, shunda qilan, hey. Qarg'anda men Qosim bo'g'o, bu qitim rasbek ziyon tatib ketgan o'xshaydi. Bu amis u gapni anglamayli, unchula qaynab, unchula xapab so'zlab ketmaydi. Oshtamidi o? Shunda o'xshaydi shu. Men bo'g'o xotin, Qosimning manda odam ekanligini o'ylab boqmabdiman juma. O javob mijozi vakina buni? Qiziq odamga bu. Odamga bir nima demak ta'sa? Taskin. Ha, Faridgul, avlongiz yaxshimi? Chiqib obdan todingiz. Davudjon bormi? Ba, kiraman. Ha. Davud. Hoy. Qosimjon keldi. Qanday Davudjon? Qanday avlon yaxshimi? Chiqma. Yaxshi o'ynab ekansizlar. Ha, men mislni izday deb to'g'andim. Shu sizlarni cho'qim uyda bor deb udilni chiqishim qoldi. Ha, obdan bo'pti. Kelinglar, o'tirib beramiz. O'tirib beramiz. Ha, adash. Tushda bak saat topdi adash. Men ma gapning bosh oyog'ini anglamayla sal chechilib qopdiman. Oldin qatda adash. Banka pul selitishni balliq o'rlashtirib qo'ygan. Balliq 4-5 kun keyin salsaqmi, hech nima bo'lmaydi deb vaqtni sal keyinga so'zib qo'yibdi. Tushdan keyin menga bankadan telefon keldi. Telefonni olsam, shunday deydi emasmi? Mush xijolatchilikda adash sildim. Apple so'ray deb kelishim ya. Asli mandaqshmi adash? Ha, shu. Shuni o'ylab tushdan keyin, ondan maxsus uzam bankaga berib pulni selitib, mana hozir uyanglarga chiqishim adash. Ha, obdan qilibsiz adash. Endi bir necha kun kechikkan bo'lsaqmi, endi pulni urib etganinglar yaxshi bo'pti adash. Shu. Adash. Ha? Men de arkasını bir tamakka başla olay. Konulu ilave olay hem de. Qosimjon. Endi yo'q desam, uni maydaga o'xshaydi. Ha, shu, albatta. Bo'pti. Yesak, yeb kiraylik. Ha, qo'pinglamsa. Faridgulni bir chaqirmamsizlar? Chaqiramiz. Ma'lum.